Do'stlar, mana bugun men Darnoxoy Qabdiyon paxtakordaman. Paxtakorda hamma biladi. Jigalarimiz kimki ushbu videomizni kuzatgan bo'lsa, mana shunday 4 burchak basendan, xo'p, razbiri yeniga, uzuniga 3 metr, yeniga 2 metr, balandligi 76, yeniga 2, uzuniga 3 metr, balandligi 75 ekan, mana 75 ko'ryapsizlar. Xo'p, jigalarimiz mana taga folga to'shyapmiz, qoida qilib. Hozir folgani sizga qo'yamiz basenni nasib bo'lsa. Hozir basen polni telganini ko'rasizlar. Do'stlar, va nihoyat mana 4 burchak basenimizni stanovka qilib bo'ldik. O'zingiz ko'ryapsizlar. Jigalarimiz kimki videomizni kuzatgan bo'lsa, stanovka dastlabkasi besplatni, narxi 1,5 ming somon, Shartus Qabdiyon 5 kun 3 ta rayonga uyingizga olib borib, taga folgalarni to'shab, chiroyli qilib mana shunday qilib stanovka qilib beramiz. Narxi 1,5 ming somon. Keyin Yeshbek Sattorov G'arovotlardan telefon qilsa, u yoqlarga yana yo'l pulisi qo'shiladi. O'zimiz borib stanovka qilib berayotgan bo'lsak, atak taksida dastlabki qilib jorsak, o'zimiz stanovka qilib olamiz deysizlar. Yana shu 1,5 ming somonni ichida emas. Xo'p, bu yoqqa taksidan dastlabki qilsak 1300 somonga dastlabki qilib joramiz. Stanovka Yeshbek Sattorovga. Mana Xo'p, joyda olib kelsangiz narxi necha pul bo'ladi qizlar? O'zimiz stanovka qilib olsak, borib olib kelsak deganlarga 1200 somon narxi. Stanovka dastlab Shartuzdan vokzaldan olasizlar 1200 somon. Mana ajoyib basen. Bundan mehmon bo'lsangiz oltiga orqa borib cho'milib o'tmaydi. Alloh ham bo'lmasa samgilarni hovlidan mazza qilib cho'miladi basenga. Mana do'stlar, so'g'ayapti ko'ryapsizlar, chotka. Hozir to'lg'anni ham ilojsa, yarim bo'lganini to'ldirmasak ham video qilib beramiz. Ketib qolmasak. Mana ferma, mana shu ferma. Mana turbalari temirdan tayyor bo'lgan, plastmassa emas, temir polni chotka tayyor bo'lgan, mana ko'ryapsizlar. Mana baquvvat narsa.